Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Amma ba'du. Hörmetli savoqdaşlar, biz bugün dersimizni başlashdan ilgirki derslerde o'tgan mazmunlarni bir qism takrorlab o'tamiz. Kitobimizning boshida biz kundigimizdek fasahat, balog'at haqida so'zlab o'tgan. Fasahat, balog'at haqidagi so'zlardagi uning sharti, jumlalardagi shartini so'zlab o'tgan. Undan keyin kitobimizni cho'ng jihatdan ilmul ma'ani va ilmul bayon va ilmul badi deb üçga bo'lgan. Ilmul ma'anini 8 kichik bobga bo'lgan. Birincisi ahvolul isnadul xabari, ikincisi ahvolul musnad ilay, üçüncüsü ahval al musnad, dördüncüsü ahval mutaallaqatul fi'l, yani cümledeki asasi musnadga musnad xabar bilakdan boshqa cümlenin qo'shimcha to'ldiruvchi bilaklarni so'zlab o'tdik. Undan keyin bugungi darsimizda birinci çoğun babının, yani ilmul ma'aninin 5. faslisi, 5. küçük babı el-qasr, yani cümleni xaslaştırış, cümlenin mezmununu xaslaştırış. Adette biz normalda bir mezmununu ifadelemek olsak, biz yukarıda ahval-ül musnadlayda qo'llangan uslublarni, musnadda qo'llangan uslublarni, mutaallaqatul fi'li qo'llangan uslublarni qo'llanib normal ifodalagani bo'ladi. Muhammad o'quvchi, o maktabdan keldi, o faqat munda qildi, o munda qildi degandekchi. Endi agar biz ma'lum bir ish harakatni ma'lum bir odamga xos qilmoqchi bo'lsak, yoki ma'lum bir shaxsni ma'lum bir ish harakatga xos qilmoqchi bo'lsak, ya haqiqiy şekilde ya olmasa örfi, yani ma'lum doiralik şekilde xos qilmoqchi bo'lsak ve ondan başqa yoki qarish taraf ma'lum hukm xos qilish bika-bikaga xos bo'lmaydi. Bika-bikaga alohida chin qilib undan mazmunni ifodalash hojat tushmaydi. Illaki qarish tarafda mushu hukmga nisbatan xato tushunish paydo bo'lib qolgan. Biz shu xato tushunishni o'nglash uchun odatda qaytadan kelsak, bu gapni qaytadan boshdan desak, bir cümleni deyishdiki maqsadimiz boshqalarga bir narsani ifodalab berish, yana boshqa qaytsak. Agar boshqalar biz degan gapni darrov qabul qilsak bo'ldi. Darhol jumlani shu paytda tuzatsak bo'laveradi. Buni biz kitobimizning 5-da tilg'ab o'tgan mutakallim muhatabning zehni hukmidan jumla mazmunini xoli bo'lib qolsa, ta'kidsiz bir azroq inkar yoki bir narsani aniqlaydigan savol so'raydigan holat bo'lib qolsa, bir ta'kidlan yoki kuchli inkor qilsa, uni munosib shaklda ta'kidlab, u ta'kidning gibi bo'lib qolsa hamda yana bu yerga shu mazmunning o'ziga, bugungi mazmunga mos shaklda qaytsak, biz qarish tarafga bir narsa ifodalash bizning birinchi maqsadimiz balog'atdan, jumladan. Endi qarish taraf biz demoqchi bo'lgan mushu gapga qarata qarishi xato hukmda. Masalan, Muhammadda bir savoqdishimiz bor. Muhammadni o tijoratchi deb o'ylab qopti. Muhammad degan o'quvchi. Men uningga Muhammadning o'quvchiligini demoqchi. Qarish taraf tijoratchi deb o'ylaydi. Men o'quvchi demoqchi. Agar qarish taraf Muhammadni hech nima deb o'ylamasa, men normalda Muhammad talibun desam tushuniladi. Ammo qarish taraf uni tijoratchi deb o'ylaydi. Men uningga qarishi bir narsa demasam bo'lmaydi. Uning kallasdagi haliqi xato hukmni o'zgartiradigan shaklda bir dona jumla uslubi tuzishim kerak. Yoki Muhammadni ham o'quvchilik qilyapti, ya'ni tijoratchilik qilyapti, ham o'qiyapti deb menda o'ylab qopti. Yoki ish qilib bu bola yo o'qiydi yo tijorat qiladi, ikkisini birisi deb ikkilanib qopti. Menda bir qarish taraf menda o'qimga kirib qolgan vaqtida yoki shunda o'qimga kirib qolgandek holatlar shakllanib qolgan vaqtida biz qarish tarafga o'zimizning to'liq muddasini ifodalash uchun odatdagi normal jumladan boshqacha bir uslub ishlatish to'g'ri keladi. Mana bu uslubning ismi al-qasr. Bugungi darsimizning asosiy mazmuni shu. Ya'ni men bayatdan buni tushuntirish jarayonida bir qancha e'tiborotlarni so'zlab o'tdim. Masalan, bu qasr uslubida ya ma'lum shaxs, jumlaning igi qismi ma'lum bir sifatga, harakatga, jumlaning xabar bilan qismiga xos qilinadi.
Yani ma adam muşu iştilam kılıdı yoki mandaqlam adamlar. Bunimiz odatda qasrul mavsuf ala sifat. Merdagi sifat mavsuf degan gap nahviydagi, grammatikadagi sifat mavsuf emas. Chunki mavsuf degani shirkatning egisi degani, musnad degan hukmda, sifat degani shirkat degani, ya'ni musnad degan hukmda. Yoki bo'lmasa sifatni, ya'ni shirkatni shu odamga ham xos qilamizki, bu ishni pukunilloh qiladi. Bunda ishni yoki pukuni bunda ish pukunilloh xos degandek bunda hukmni ifodalaymiz. Buni qasr sifa ala al-mawsuf. Ma'alaqa jumladagi, mazmundagi shirkatning egisi va ish harakat degan hukm bilan qasrining ishkiga qana qilinishi, bilinishi. Birisi mavsuf shirkatning egisi, yana birisi sifa, nima ish harakat. Undaganda qasr biz darsni boshlamasdan qasrning jumlaning ikki nuqtasi tarafidan, ikki tarafi nuqtasidan, ikki nuqtani e'tiborga olib turib, ikki tarafni nechaga bo'lib oldik? Ikkiga bo'lib oldik. Birisi qasrul mavsuf ala sifa, yana birisi qasrus sifa ala al-mawsuf deb nechaga bo'lib oldik? Ikkiga bo'lib oldik. Undan keyin men yana bayatın qasrni tushundirish jarayonida shu shirkatning shu shaxsga xos bo'lishi yoki shu shaxsning shirkatga xos bo'lishi ya real, amaliy ashtavludu, ras ashtavludu. Masalan, la katiba fil madinati illa Ali desa, bu shaharda Alidan boshqa yozuvchi yo'q desa, ma jumlada yozuvchilik degan ish harakat sifat kimga? Aliga xos qilingan. Zode mushu shaharda Alidan boshqa yozuvchi bo'lmasa, ma qasr haqiqiy, real, amaliy qasr bo'ladi. Unda demay real nuqtasidan demay doiralik yoki qaratmalik nuqtasidan deyilgan bo'lsa, vaqtda qasr idofiy bo'ladi. Masalan, birisi, "Ey, Ali tirqchi uxlamay turyapti-ku" desa, men uning qarashi, aning gapiga qarashi, "Ma aliyun illa naimun" deyman. Ali faqat uxlayotdi deyman. Ma'u haqiqiy, butunlay amaliy qasr emas. Amaliy qasr bo'lsa, Alida uxlashdan boshqa hech qanday sifat, hech qanday harakat yo'q shu anda degan bo'ladi. U vaqtida Ali uxlashdan boshqa hech qanday ish yo'qmi? U tinmamdi, nafaslanmamdi, boshqa sifatlar yo'q. Ya unda emas. Bu faqat qarish tarafning degan gapiga qarata aytilgan qasr bo'lib, buni biz qasrning idofiy. Ana mana nuqtadan qasrning real yoki real emaslik nuqtasidan biz qasrni ikkiga bo'lib oldik. Birisi qasr sifa ala al-mawsuf. Qasrning shirkatning egisi va sifat nuqtasidan qasr mavsuf ala sifat, qasr sifa ala al-mawsuf ikkiga bo'lib oldik. Lekin reallik nuqtasidan, ya'ni qasrning mazmuni ya amaliy yoki nisbiy qartilmalikka ega degan nuqtadan qasr haqiqiy, undan keyin qasr nima? Idofiy deb ikkiga bo'ldik. Undan keyin biz shu qasr haqiqiy, qasr idofiy deb ikkiga bo'lib vaqtida bunda bir gap chiqdi mayada. Bunda bir gap chiqdi. Ya'ni qasr qartilmalikka qarab turib deb bir gapni qildik. Qo'yna qarish taraf bir ishni ta'tir o'ylabdi. Biz shuningga qarta qasr qilgan bo'lsak, bizning qasrimiz nima bo'ladi? Qasr idofiy bo'ladi. Qarish tarafning qartilmalikka ega idofiy. Endi shunda qarish tarafda bir gapni deb qoldik. Shu nuqtadan, ya'ni qasr qartilayotgan odamning o'y fikrimi qasrda alohida ta'sir ko'rsatdi, qasrning turlariga nisbatan. Qasr odatda men dastlabdan davoldim darsning boshida birov bizga nisbatan qarshi xato hukm bilan davrangan vaqtida, tasarruf qilgan vaqtida biz uningga asli masalaning mohiyatini tushuntirib qo'yishni qasr uslubini ishlatamiz dedim. Ana qarshi tarafda qancha xil ahvol ko'rildi shunga nisbatan desa, bayatni deb o'tganda 3 xil ahvol turildi. Birisi dal aksini o'ylaydi. Bunda vaqtda biz uningga qarshi qasr uslubi ishlatamiz. Bizning ishlatgan uslubimiz qasr qalb bo'ladi. Masalan, bizning sinfdagi imtihondan o'tgani Ahmad debdi. Qarshi taraf amaliyot o'tgani Muhammad. Uningga mushuni ifodalash uchun qasr uslubni ifodalaymizki, laysa najihu illa Muhammad deymiz. Bizning laysa najihu illa Muhammad deb ishlatgan qasr uslubimiz aninki imtihondan o'tgani Ahmadkan degan gapiga qarta deyilayotgan gap. Ma'ni qarshi tarafning o'yi, fikrining ta'siri so'g'andan keyin qasr qalb deymiz. Endi qarshi taraf unda o'ylamay bu yilgi imtihondan Ahmad bilan Muhammad ikkisi teng o'tibdi degan bo'lsa, biz buningga qarata javoban demakchi bo'lsak qasrni shu bayatdangidek o'xshash uslub keltiramiz, ammo qasrning mazmun jihatda qasr ifrat bo'ladi. Qasr nima? Ifrat. Ya'ni ikkini o'ylab olgandagi ikkini birini qoldirish.
Agar qarshi taraf muayyan o'ylamay, ishqib Ahmadmi, Muhammadmi ikki so'z yaqin bo'lgach, o'shundaroq ko'dim taxtidan ikkisining birisi o'tibdi degan bo'lsa, men nima deyman? Men najihu yoki laysa najihu illa Muhammad degan bo'lsam, ma qasrim ishlatgan qasrim aning tayinsiz, muayyansiz degan gapga qarata olg'achqa qasr tayin bo'ladi. Shunda bo'lganda biz yuqorqi tushuntirishlardan 3 qismni tushunib oldik. Birisi qasr ikki taraf e'tibori bilan qasr mavsuf ala sifa, qasr sifa ala al mavsuf bo'ladi. Reallik uyg'un kelish, uyg'un kelmaslik nuqtasidan qasr haqiqiy, qasr idofiy deb ikkiga bo'linadi. Undan keyin qarish taraf e'tibori bilan, qarish tarafni asos qilib turgan vaqtda qasr qalb, qasr ifrot, qasr ta'yin deb nechaga bo'linadi? 3 ga bo'linadi. Endi bizning qasr haqida so'zlaydigan asosiy mazmunlarimiz bu 3 nuqtani asoslab markaz qilib turib so'zlaymiz. Qolgan mazmunlar va qasrga munosabatlik qasrning uslub yo'llari, qasr chiqadigan vositalar, undan keyin qasrdagi muqtadoi zohir va muqtadoi hol, muqtadoi zohirdan chatnab chiqadigan bir xil holatlar bo'ladi. U holatlarni so'zlaymiz. Shuning bilan qasr qanaqa bo'ladi, tugagan bo'ladi. Endi kelayli al-qasr lughatan al-habs. Qasr asl lug'at ma'noda bir yerga to'xtatish degan ma'noda, ya'ni bekitish. Yana qasra shay'a deb qo'ydi, bir narsani to'xtatdi degan ma'noda. To'xtatdi degan ma'noda. Am istilohda kasbiy shu musahadagi kasbiy ma'noda taxsis shay bi shay. Ma'lum shayga xos qilish. Mushning bilan xos. Ma'lum shay qanday shay bo'lsin? Bir shaxsni bir ish harakatga xos qilish, bir ish harakatni bir shaxsga xos qilish qanday o'zi bo'laveradi? Bi vasilatin muayyan vosita qurolga tayinib turibki, xohlagan chiqa olmaydi. Arab tilida belgilangan nimalar va qurollar va harf vositalar va fe'llar va shuningga qarab turib, shu vositalar bilan mayli harf bo'lsin, boshqa vositalar bo'lsin, undan keyin xos qila olamiz. Endi qasr ikkiga bo'linib, biz deganimiz shu. Birisi haqiqiy, yana birisi g'ayri haqiqiy. Yani real qasrdan chiqqan, ya'ni la faqat degan ma'nolar ya amaliy shunday bo'ladi. Yoki bo'lmasa doiralik, yoki bo'lmasa nisbiy qartinliqqa ega qasr bo'ladi. Chunki bir narsaga xos bo'ldi, real degan gap mushundan boshqa ish harakati yo'q. Yoki men ish harakat qilib qolsam, mush ish harakatning mushundan boshqa sohibi yo'q. Unda ahvol ozda biladi, tabiiy. Ammo qartilmalik bo'lib qolsa, qarshi tarafning o'y fikriga qarata deyilayotgan gap bo'ladi, boshqa tarafni cheklamaydi. Masalan, haqiqiy kullun minal haqiqi va g'ayril haqiqi. Haqiqiy va g'ayri haqiqiyning har biri ya'ti ala suratin. Ikki surat bilan keladi. Birisi qasrul mavsuf ala sifa. Yani şirketning egisini mavsuf, yani qayt eskartib qo'yay, nahvidagi, grammatikaga mavsuf emas. Şirketning egisi demakchi. Şirketning egisini ish harakatga qasr qilish yoki qasr sifa ala al-mavsuf ish harakatning egisiga qana qilish, qasr qilish. Shirkat. No'g'anda ya shaxs shirkatga qasr qilib, mush adam mush ishni la qildi deb tarjima qilinadi yoki ish harakat sifat shirkat shu shirkatning egisiga qasr qilinib, mush adamdillah. Mushunda qilgan adam mushullah deb shirkat odamga qana qilinadi, xos qilinadi. Endi Abdur alohid eskartiradi, sifatdan murod maqsad grammatika, ilmun nahv degani grammatika fanida ma'ruf bo'lgan lafziy sifatlar sifat emas. Na'taman u emas. Hozir men davatım tarjima qilyapman hatto sifa mavsufni ish harakat va ish harakatning nimasi egisida. Va innamal maqsudu biha. Faqat shu sifatdan maqsad ma'naviy ish harakatki uning grammatikalik o'rni ne bo'lsin. Hatto hal zul halning sifati hisoblanadi. Ma'ni jihati ish harakati hal zul halning normal sifat mavsufning nahvidagi sifat mavsufning harakati hisoblanadi. Xabar mubtadaning harakati sifati hisoblanadi. Fe'l fa'ilning harakati hisoblanadi. Demak, jumlada musnad bilan qaysi bo'lsa, muslay bilan qaysi bo'lsa, musnad bilan muslay bilanning sifati bo'ladi. Hatto bunda ahvollar, qasr ahvollari bunda sifat mavsuf o'tirdilar emas, hatto fe'l maf'ul o'tirdimi? U bir nuqtadan shirkat egisi, shirkat qartilgan nuqtadan bo'lsa-mu, shirkatning sohibi deb e'tibor qilishga bo'ladi. Shu nuqtalarning hammasida qasr bo'ladi. Andoz biz birdan kelayli qasrul haqiqiy. Biz bu yerdan haqiqiyni ikkiga bo'lgan, g'ayri haqiqiyni ikkiga bo'lgan, qasrul haqiqiy degan nima desa, buning ikki qismi, birisi qasrul mavsuf ala sifa deganning misoli ma zaydun illa. Chunki qasrul mavsuf ala sifa uning ta'rifoti chiqdi.
Yani şirketning egisini şirketga lam xos qilish degani ma zaydun illa katibun desa Zayd faqat yozuvchi. Bu yerda Zayd deb bir dona odam bor sifatlanguvchi, ya'ni shirkatning egisi. Yozuvchilik qilguvchi deydigan bir sifat, ya'ni shirkatdan bir yozuvchilik qilish. Bu yerda Zayd faqat yozuvchilik qilguvchi, ya'ni yozuvchi desa shaxs shirkat sifatga qana qilingan bo'ldi, xos qilingan bo'ldi. Ya'ni Zayd kitobatdan boshqa har qanday shirkatlar sifatlanmaydi deb iroda qilingan vaqtda bunda qasrlar la yakat yujadini asosan topildi. Chunki Zaydning mush binasi yezishdan boshqa ish yo'qmi? Damamamdo boshqa ish qilmamdo. Haqiqiy bo'lib qolsa degan gapmi? Agar idofiy bo'lib qolsa, g'ayri haqiqiy bo'lib qolsa, uning yozuvchilik degan gap yana bir nuqtaga qaratilib bo'ladi, nisbatan bo'ladi. U emas hozir haqiqiy deganimiz Zaydda katiblikdan boshqa hech nima ya unda ish olmaydi. Shunga asosan topilmaydi bu. Nimishqa şeyning sifatining hammani o'ziga bo'lish tasavvurlanmoq chunki zot Zaydda kitobatdan boshqa hech narsa yo'q deb buni ifodalanmaydi odatda. Shu asosan haqiqiyninki qasr mavsuf ala sifat asosan topilmaydi. Ikkinchisi qasr sifa ala al-mawsuf bu ko'p. Ya'ni shirkatni mavsuf chunki bir odamning bir ishni qilish yoki bir ishni bir odamning qilish normal ahvol. Masalan, ma fi dar illa Zayd desa, uyda faqat lam Zayd bor desa, zot uyda Zayddan boshqa odam bo'lmasa normal tabiiy ahvol. Yani bunun bu qasrdan vaqat yuqsadu bi hada al-qas al-mubalagha degani mesela ma qasrdan ba'zida mubalag'a qilib qo'yilgan bunda ma'no. Odatda normalda haqiqiy bo'lib qolgan vaqtda diqqat qilinglar. Haqiqiy bo'lgan vaqtda zot uyda Zayddan boshqa hech kim bo'lmasa haqiqiy bo'ladi. Ba'zi vaqtda mush haqiqiydan nima iroda qilinib, mubalag'a iroda qilinib, qanday mubalag'a desa va zalika ashu iza kana fi ad-dar ashkhas akharun ghayru Zayd. Zayddan boshqa kishilar uyda bor. Iza kana uyda bor bo'lsa, biz undan boshqani hisoblamaymiz. Masalan, bir so'rinda suhbatlashyapmiz. Bir necha odam bor, lekin Zayddan boshqasi hech qaysi bir suhbat parangga quloq solgandek emas. O'zining ishlarini qilib, shu u yoqqa qarab, bu yoqqa qarab degandek o'tirayotgan bo'lg'achqa biz mubolag'a sifatida hozir bu yerda shu Zayddan boshqa odam qolmadi deb qo'yamiz. Zayddan boshqa odam yo'q bu yerda deb qo'yamiz. Buna deganligimiz boshqalarni hisob qilmaymiz, boshqalar o'tirgan bilan hisbmasda bu yerda degandek bir gapda. Xuddi biz mavjud bo'lganlarning qolganlarini la sha'na lahum ularning ishi hech nima hisbamas va lam yablughu min al-kamal fi nazarina degani bizning nazarimizda bir normal min al-kamal degani shu bir odam ba qatoriga yetadigan normal shaklga yetanmidi ular. U o'tirgan bilan hisbmas bular o'tirdi shu o'zining ishini qilib shu odatda biz meyda yig'ilishdagi maqsad qilgan ishlarga yaramadi ular degandek bir uqumni ifodalash uchun shunday ifodalanadi. Yani la sha'na lahum ularning hech qanday e'tibori yo'q. Ular bizning nazarimizda Zayd yetgan mukammallikka yetdi. Ya'ni Zayd o'tagandek o'tami degan gap. Shu boshqa meyda ma'anda qasrlarni, unda mubolag'a qasrlarni qasr iddoi deb qo'ydi. Da'vo. Garchi Zayd boshqa odam bo'lsa, Zayddan boshqa odam yo'q. Zaydlan babiya deb qamda qildi. Da'vo iddao xarakterlik boshqalarga nisbatan ta'riz qilish uchun qo'llanilgan qasr. Ammo o'zimizning gapiga kelsak, realiy qasr, voqea, haqiqiy qasr degan nima bo'lsa, qasrning ma'nosi amaliy ashto bo'lsa, ma haqiqiy qasr bo'ladi, ma u. Am ad-darb ath-thani, ikkinchi qism al-qasr al-ghayr al-haqiqiy, g'ayri haqiqiy bo'lmagan qasr. Ya'ni amaliyatga solishsa unda tushmaydi. Ammo ma'lum bir nuqtaga nisbatan, ma'lum bir nuqtaga qarshi davatgan bo'lsak, ma qasrini, ammo u g'ayri haqiqiy bo'ladi. Masalan, bu mishki gubilni bayatliganda qasr mavsuf ala sifa, qasr mavsuf ala sifa o'g'ini, ya'ni shaxsni ma'lum bir shay'ga xos qilgani. Bu ma'lum bir ishni, ma'lum bir ish degani amr ma'runda shu shay'ning egisini ko'rsatdi. Ma'lum sifatga yana bir sifatsiz degani ikki nuqta bor. Ikki shirkat va biz ko'nglimizda bir shirkatga qaratib turib, mushu shirkatga lam xos qilgan bo'lsak, ma'lum haqiqiy. Chunki bundan boshqa shirkatlarga e'tibor qilmaymiz-ki, illa ashundan boshqa. Masalan, misoldan ko'raylik. Yoki ma'lum bir sifatni, yeni bir sifatning o'rnida degani, qarshi taraf ma'sifatni o'tirib qo'ygan shirkatni o'ylagan, biz ma'ni evetib, ma'ni o'tirib qo'ygan bo'lsak, ma'lum shunday bo'ladi. Masalan, va ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul, fa imma mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi fala yadurrullaha shay'a. Mushurunda bizga misol bo'ladigani va ma Muhammadun illa rasul degan mazmun shu. Neda Muhammad
faqat payg'ambar deydi sallallohu alayhi vasallam. Qarasak, mavsufni sifatga qasr qilishganki Muhammad sallallohu alayhi vasallam shaxsni payg'ambar bo'lish degan bir sifatga qana qildi, qasr qildi. Muhammadda payg'ambarlikdan boshqa ish yo'q demakchi emas. Anas nima demakchi bu o'rinda? Desa, bu oyat tushgan vaqt shu Uhud urushiga deyman. Payg'ambar alayhisolamni o'lib ketdi degan xabarni taqatdi munofiqlar. Şuan sahabalarning ko'nglida yomon ig'ir keldi buchu. Gerçi sahabalar Rasulullahning normal insonga o'xshash, tug'ilib, vafot etib ketganligini, yeb ichadiganligini, insonda bor insoniy tabiat xarakterlarining hammasining borligini e'tirof qilsa-mu, lekin qalbidagi favqulodda bir tuyg'u Rasulullahning o'lib ketdi degan xabarga bardoshlik bermadi. Xuddi Rasulullah o'lmaydigandek. Xuddi Rasulullah peştidek. Yani Peygamber Aleyhisselam peygamberlikten başka xuddi peştidek bir xil tuyg'u kelib qolgan bo'g'achqa ashu tuyg'usiga qarta keltirilib Muhammed sizlar o'ylagandek unda alohida normal insondan alohida farqli inson emas. Ya u farishta emas. Faqat payg'ambar. Qaranglar, sahobaning o'ylagan bir tarafi bor. Gerçi o'ylamasam u qalisi kelib qolgan. Helaqa inkaridan kelib qolgan bir taraf vardı. Aşı tarafiga qaratib turib, sahabalar payg'ambar bo'lgandan keyin cho'qim odatdagi odamga o'xshash olmaydi-ku deydigan bir tuyg'usi, o'y fikr emas hatto bu. Tuyg'usi bilan ikkisi bo'lmaydi. Ammo qasr nima uchun keldi desa, tuyg'usini inkor qilib, masbitini qasr qilib. Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam faqat payg'ambar, sizning o tuyg'unga yo'q. O tuyg'unga Muhammadning unda xususiyati yo'q. Qolgan jihati payg'ambarlikdan boshqa jihatda u normal, sizlarga o'xshash inson tug'ildi, o'sdi, yashadi, bundan keyin o'ldi. O'lib ketib qolsa, keyin nima bo'lamdi? U normal inson, sizning orangizdan o'tilgan payg'ambar u. To'g'ri tushuninglar buni, deydi oyat. Ya'ni Alloh Muhammad sallallohu alayhi vasallamni payg'ambarlik degan sifatga lam xos qildi. Anaz bu yerda inkar qilingan narsa nima? Mushbih sifatdan boshqa hammani inkar qildimiz yo'q. Ma'u qartilma, nisbiy idofiy shakldagi qasr bo'lib, lekin Alloh bu yerda Rasulullohdan xuludni inkar qildiki, sahobalarning qalbida tuyg'u bu. Payg'ambar bo'lgandan keyin bu o'zi qanday qiladi degan. Gerçi ona o'ylamasa-mu, bir xil tuyg'u bor-da. Mushni inkar qildi. Chunki u Rasul birlam sifat bo'lgan bas. Biroq o'ldi, hatto o'ltirildi, hatto yo'qaydi. Uning bu jihatdagi ahvoli başka insanların ahvalidan o'xshash. Sha'nuhu fi hada sha'nul sa'irul bashar. Manda şekilde ifadalanyapti bu yerda. Mendagi qasramda qasrni bo'ladi idofiy, ya'ni qasr g'ayri haqiqiy. Agar haqiqiy bo'lib qolsa, Rasululloh payg'ambardan boshqa hech qanday sifat yo'q. Ammo g'ayri haqiqiy degani ma'lum tarafga qaratilgan. Qaysi tarafga qaratilgan? Sahobaning kallasida shakllanib qolgan Rasululloh payg'ambar bo'lgandan keyin ölmekti degandek, yoki o'zi qanday bo'ladi degandek bir xil tuyg'uga qarta, turg'ini inkor qilib, ma'ni isbotlab qana qildi qasr. Bir gapni darasingda dedimmi? Qasrlardan qanday ma'ni chiqsa, ikki ma'ni chiqadi. Bir musbat, bir manfiy chiqadi. Shu yerda uni xoslik yuz beradi bu yerda. Shu yerdan xoslik chiqadi. Muhammad faqat o'quvchi desa, o'quvchiligi musbat. Haliqi biz bayatında vatqan qarşı taraf o'ylayotgan o tijoratchi emas degandagi emas manfiy. Bir dona musbat, bir dona nima chiqdi? Manfiy chiqdi. Mayadimi payg'ambar alayhisolamning payg'ambarligi musbat, mangu yashamaydiganligi manfiy shaklda inkor qilinadi. Masalan, ma'lum. Ikkinchisi qasr sifa alal mavsuf, sharkatni mavsufga qasr qilish va g'ayri haqiqiylikka. Bumi ma'lum bir sharkatni, ma'lum bir ishqa, ya'ni amrligini ma'lum bir shaxsga xos qilish asosida bo'ladi. Yeni bir şəxssiz, yoki yeni bir şəxsin o'rnisizlik. Yəni o'rnida, məsələn, la racula desa, Zeyddən başqa əkiş qanmaqday. Bu desa, la racula illa Zeyd desa, dünyada zat Zeyddən başqa əkiş yo'qmi? Haqiqiy olib qalsa, olib qoladi. Unda olmaydi. Bu degan nimaga qaratilayotgan gap? Yana bir tarafga qaratilayotgan gap. Yana bir tarafga qaratilib, haqiqiy əkishi bu shu amr juma. Amr hamma ishlarimizni qilyotdi desa, la racula illa Zeyd. Emrinin o'rniga kimni qo'yatdi? Zeydni qo'yatdi. Ma nuqtadan qasr qiladi deydi. Anda o'ganda qaytadan kelsak,
mayli qasr mavsuf ala sifat olsun yoki qasr sifat ala mavsuf olsun, bular ya haqiqiy bo'ladi ekan. Haqiqiy degani amaliy ma'no reallikda ishda yoki g'ayri haqiqiy bo'ladi ekanki, ma'lum nuqtaga qarata, ma'lum tarafga qarata qartilmalikqa ega shaklda bo'ladi ekan. Val muxatab bil awwal والمخاطب بالأول أول قصلا خطاب قلنغوتي قصر الموصوف على صفة يعني قصر صفة على الموصوف تن أول قصلا قصر قلنغوتي يعني معلوم bir ishni معلوم sifatga yani bir ishsiz xos qilishda xitob qilingan odam yoki ma'lum bir sifatni ma'lum bir ishga xos qilishda yani bir ishsiz xitob qilingan. Demek çoğunu meyli kasr sıfat alel mevsuf olsun, meyli kasr sıfat alel mevsuf, meyli kasr mevsuf alel sıfat olsun, qanday olsun, muşnu olan xitap qılınğucu, men ya'taqidu şerike. İki adamның şirkçiligini, iki sıfatның şirkçiligini etiqad qilgan adam bo'lib degani, ey bayatın men sizlarga misal arqada deb o'tgan mazmun shu. Deb kelgan mazmun shu. Anda şunda vaqtda bu qasrni qo'llanamiz. Maqsad nima bo'lsa, val murad bi hadal qasr dal shirkatchilikni qana qilish, kesish. Dal shirkatchilikni kesish. Qarish taraf Muhammad va Ahmad har ikkilasi o'quvchi desa, men deymanki, yo'q. Laysa talib illa Muhammad. Laysa talib illa Muhammad. O'quvchi faqatgina Muhammad desam, ikkadan biradan qarshi taraf muxotab ikkisining o'rtaqligini ifodalagan men kesib bilan majmuna keldim. Yoki Muhammad ham o'quvchi, ham bir tarafdan tijorat qiladi deb o'ylagan bo'lsa shirkatchilikni, men uning qarta uslubni qo'llangan bo'lsam, va ma Muhammad illa talib, u faqat o'qiydi degan bo'lsam, buni ma'nodagi maqsadmi shirkatchilikni qana qilish, kesish. Qarshi tarafning e'tiqodidagi o'rtaqlikni kesish. Mayli qasr mavsuf ala sifat olsun yoki qasr sifat ala mavsuf olsun, har ikkilisida bir odam qarshi taraf sharokat-chilikni, ya'ni mayli sifat masalasida olsa ikki sifatning o'sha mavsufda o'rtaqligini yoki mavsuf masalasida olsun ikki mavsufning o'sha sifat o'rtaqligini o'ylagan bo'lsa, biz kesib qasr uslubini ishlatgan bo'lsak, ma qasr uslubini nim deb atiladi? Qasr ifrat. Lida yusamma shumashqa. Ma qarshi tarafning idiski qarta biz ashning ko'z qarashini o'tiridan kesib keltirgan uslub bo'lgancha bu qasrni qasr ifrat deb qana qilamiz, ataymiz. Bu birsi. Vel muxatab bis-sani ikkinchidan xitob qilingan, ya'ni mayli qasr mavsuf ala sifat olsun, qasr sifat ala mavsuf. Tirnoqni ichiga qarasanglar, ya'ni ma'lum bir ishni bir sifatga xos qilish yoki bir sifatning o'rnida, yoki muxatab yoki bir sifatni bir ishga xos qilish, ya'ni birisining o'rnida ma'noni xitob qilingan odam bo'lsin. Almishada bir g'izga bas vaqtdoshlar biz bayatdan kitobning boshida qasr g'ayri haqiqiyda qasr mavsuf ala sifatning ta'rifatida ma'lum bir ishni bir sifatga yana bir sifatsiz yoki bir sifatning o'rnida deb ikki gapni qilgan emas. Mana bir sifatsiz degani ikkisini o'ylagan vaqtida birini qoldirib biriga xos qilgan bo'lamiz. Yana bir sifatning o'rnida degani qarshisini o'ylagan vaqtida uning o'rniga ma'no tug'izimiz. Birinchisi ikkinchisi degan maqsad shu. Ta'rifatdagi ikki gap bor. Biri sifatsiz yoki bir sifatning o'rnida. Sifatsiz bo'lganini qasr ifrat shu. Yeni bir sifatning o'rnida bo'lgani qasr nima bo'ladi? Qalb bo'ladi. Ya'ni birinchi bilan xitob qilingani, ikkinchidan xitob qilingani shu ta'rifatdagi shu gapga qaratilgan gap. Ya'ni shu dal aksini e'tiqod qilgan odam bo'ladi degani, masalaning ta'turisini e'tiqod qilgan odam bo'ladi. Ani o'yi dal biz keltirgan jumlaning nimasi aks. Shunga bayatdanqi qasr g'ayri haqiqiyning ta'rifatida izohlab olib yaqum ala taxsis amrin, ya'ni amrindan murod shaxs murod. Bi sifada bo'lib duna uxra deb yana bir siz degani ikki sifat qarshi tarafning kallasi o'rtaq bo'lib qolgan. Birini qoldirib xos qilgan bo'lsa yoki makana uxra debdi, makana sifa uxra debdi, yana bir sifatning o'rnida debdi degani qarshi tarafning kallasida ma almishib qolgan. Qarshisini, ta'tirisini o'ylab qolgan, biz uni qoldirib yana bir sifatga xos qilamiz. Bu bir. Qasr sifat ala mavsuf qarasanglarmi, taxsis sifa bi amr duna axir aw makanahu deb ikki gap bor. Ma'lum bir shirkatni ma'lum kishiga xos qilish
yeni bir kishi siz yoki yeni bir kishining o'rnida. Sharakatchilikni o'ylagan vaqtida siz uludu. Yani birinin ma'ni qo'yib qo'yib, ma'niga xos qilgandan keyin. Agar ta'tirisni, qasrisni o'ylagan vaqtida, qalbni o'ylagan vaqtida, ta'tirni o'ylagan vaqtida uning qoldirib, uning o'rniga ma'ni bekitgan bo'lamiz. Bu vaqtida qasr nima bo'ladi? Qalb bo'ladi. Şoňaşqa Abdurmayada birinchisidan xitob qilinuvchi, ikkinchisidan xitob qilinuvchi degan ta'rifatdiki, bidun degan iborat bilan makkan degan ikki iboratga qaratilmoqchi. Bidun degani taxsisda, qasrda ikki gap bor. Ya mayli qasr mavsuf ala sifat olsun yoki qasr sifat alal mavsuf olsun, qaysi olsun, nimaga xos qilmoqchi bo'lsa, xos qilinmoqchi bo'lgan narsaga muxotabning kallasida ikki xil ideya bo'ladi. Birisi shuning bilan sifat olsun yoki mavsuf olsun, yana birisining o'rtaqligini o'ylaydi. Biz buni birini qoldirib, biriga xos qilishni o'ylagan bo'lsak, qasr ifrat bo'ladi. Qarshi taraf ashta o'ylagan bo'lsa, agar qarshi taraf ikki sifat olsun yoki ikki mavsuf olsun, birini biz demek çoğuna haqiqatan ta'tirisini o'ylab olgan bo'lsa, biz ani qoldirib, uning o'rniga yeni bir sifat yoki yeni bir mavsufni qo'yib turib, qasr chiqargan bo'lsak, bu qasr nima bo'ladi? Qasr qalb bo'ladi. Şoňaşqa vel muhatab bis-sani, ya'ni mayli qasr mavsuf ala sifat olsun yoki qasr sifat ala mavsuf olsun, her ikisidan her biri bilan, her biridan ikkinchisidan xitob qilingan ta'rifatga ikkinchi gap, makan degan gap bilan xitob qilingan odam kim u desa, men ya'taqidul aksini. Aksini e'tiqod qilgan. Qanday aksini desa, dal mutakallim isbotlamoqchi bo'lgan, biz so'zlamoqchi bo'lgan hukm mazmunning ta'tirisini o'ylagan odamga qarata qo'llanilgan uslub. Endi qasrdan murod muxotabning hukmini o'zgartirish. Qarshi taraf qanday o'ylagan bo'lsa, ta'tirisini o'zgartirish. Shunga manda holatdagi qo'llanilgan qasrimiz qanday qasr deb ataladi? Qasr qalb deb ataladi. Endi ikkinchisi bilan makani degandagi gapga borayli. Qarshi taraf ikkisi o'xshash deb o'ylab qopti. O'xshash degani ya ma'u ya avu chiqib ma'us avamas, avus ma'amas muayyanlashtirilmagan holatda o'ylab qopti. Muhammadni ya yozuvchi bu, ya shoir chiqib bir narsani yozib yuribdi bir vaqtlarda. Men toza aniq bilmadim degandek bir xil ya shoir ya katib deb bunday shaklda o'ylab qolgan odamga qarata birini qoldirib, yana birini shuni o'rniga qo'yib, qana qilsak, xos qilsak, ma Muhammadun illa shoirun deb bunday xos qilsak, bunun bo'ladi vaqtida uchinchi turli qasr uslubi bo'ladi. Buni biz qasr ta'yin deymiz. Abturda aytadi, yoki ikkinchidan xitob qilingan odam men yatasawa fi i'tiqadihi. Mazmun uning kallasida teng bo'lib qolgan odam. Ya ma ikkisining birisi degandek bunday bo'lib qolgan bo'lsa, va uning murodi shu vaqtda bizning qasr uslubi qo'llanishimizdagi murod mazmunni muayyanlashtirish bo'lsa, bu xil nimda lizaliklar bunda bo'lib qolgani nimda ataladi? Qasr ta'yin. Undaganda qarshi tarafning idisiga qarata qasrning ifodalamoqchi bo'lgan mazmuni qancha bo'ldi? 3 xil. Agar qarshi tarafning e'tiqodidagi o'rtaqlikni qoldirib bir tarafga xos qilgan bo'lsa, qasr ifrot. Qarshi tarafning gallasidagi obyektni qoldirib, uning o'rniga boshqa bir obyektni akilib, shuningga xos qilmoqchi bo'lsa hukmni qasr qalb bo'ladi. Qasr qalb. Anikin qarshi tarafning gallasidagi bunda babbara bo'lib qolgan, ashtamudu, mashtamasmudu, awmudu, mamudu bo'lib qolgan tarafni muayyanlashtirib, birini qoldirib, birga hukmni xos qilmoqchi bo'lsak, bu qasrning ismi, qasrning bo'ladi, ta'yin bo'ladi. Shunda olganda men darsimizning 5-dan devogan qasrni 3 e'tibor bilan 3 qism, 3 taqsimotga bo'lgan. Birinchi taqsimotda qasr nima e'tibor bilan, ikki taraf e'tibor bilan qasr mavsuf ala sifa, qasr sifa ala mavsuf deb bir taqsim qilgan. Ikkinchi taqsimotda qasrning mazmunining reallik uyg'un kelish kelmaslik nuqtasidan qasr haqiqiy va qasr g'ayri haqiqiy deb, qasr idofiy deb ikkiga bo'lgan. Uchinchisi muxotabni e'tiborga olib turib, muxotabning ideya ko'z qarashini e'tiborga olib turib, qasr qalb, qasr ifrot, qasr ta'yin deb nechaga bo'ldik? 3 ga bo'ldik. Shunga qasr cho'ng jihatdan nechaga bo'ladi? 3 taqsimotda
3 taqsimotda bo'lindi. Birinchi taqsimotda 2 ga, ikkinchi taqsimotda 2 ga, uchinchi taqsimotda 3 ga bo'lindi. Abtur deyotdi va ala hada mushnunga asosan degani, ya'ni yuqoridagi qarshi tarafning ideyasi bilan qasrninki uslubining atalg'usini o'xshamaydiganligiga asosan qasr muxotabning holini, ahvolini e'tiborga olib turib nechaga bo'lindi? 3 ga bo'lindi. Birisi qasr ifrod. Qanday nima andozi bu desa, ida i'taqada al-muxotab ash-sharika. Qasr qilingan bo'lakda shirkatchilikni e'tiqod qilgan bo'lsa, mayli u qasr qilingan bo'lak sifat olsun yoki mavsuf olsun. Mayli qasr sifat alal mavsuf, qasr mavsuf alal sifat olsun, qasr qilinguchi bo'lakda maqsurun alay bo'lgan bo'lakda yana bir taraf, maqsur bo'lgan taraf o'rtaq ikkisi shirik deb bunda o'ylagan bo'lsa, bizning uslubimiz mushu ideyani kesib turib, ikkisining birini qoldirib ifodalangan bo'lsa, bu qasrni nima deymiz? Qasr ifrod deymiz. Ma zaydun illa alimun. Bir taraf Zaydni ham olim, ham qori deb o'ylab qolibdi ekan. Amaliyat Zayd unda emas. Endi biz mushu muddaimizni qasr uslubi bilan ifodalaymiz va ma zaydun illa alimun degan uslubni ishlatdik. Bu uslubimizni nima deymiz? Qasr ifrod deymiz. Ma la alima illa Zayd degan bo'lsa, qarshi taraf o'ylab qolibdiki, olimdan ikkisi va Zayd bilan Amr degan bo'lsa, real unda emas, Zayd bilan olim endi. Biz mushu muddaimizni ifodalash uchun ma'uslubni ishlatdik, faqat olim kim Zayd deb. Bu uslubni qasr ifrod deymiz, qarshi tarafning ideyasiga binoan. Endi qasr qalb degan nima desa, muxotab aksini e'tiqod qilsa, ya'ni mayli maqsurun alay taraf qaysi olsun, sifat mavsufqa yoki mavsuf sifatga olsun, maqsurun alayning yana bir maqsurun alayga emas, bunun qarshi yana bir tarafiga, aksi bo'lgan yana bir tarafga xos, deb shuningda deb o'ylab qolgan bo'lsa, biz buning o'yini ta'tiga o'rib, bu emas, ma'uda buning o'rniga boshqa birsini akagan bo'lsak, bu o'ylagan sifatning o'rniga boshqa sifat yoki bu o'ylagan mavsuf o'rniga boshqa mavsuf akagan bo'lsak, bu qasrimiz qasr nima bo'ladi? Qalb bo'ladi. Ya'ni qalbdan maqsad muxotabning zihnida turib olgan mazmunni qanaqa qilish, o'zgartish. Masalan, lazimul aql lil jahil. Sen aqlni ching tut, jahilni chu emas. Qarshi taraf mushu jahil odamdan davomli birga yuridi, voy bu degan yaxshi odam uni. Uni deymizki, aqlni ching tut, jahil. Qanday chog'da desa, shu gapni qanday vaqt deymiz desa, muxotab jahilni ching tutishni, kupoyalanishni to'g'ri deb qaragan vaqtda. Bu odam bilan og'ayni bo'lsam bo'laveradi, hech yo'q, yaxshidan bu deb yurgan bo'lsa, biz uni qarta qasr shaklda uslub qo'llanib, sen buni bildi yuma, aqlni ching tut deb buni tarjima qilamiz. Bu qasrdagi uslub qasr qalb bo'ladi. Endi qasr ta'yin deganimiz muxotab ma'lum bir e'tiqod qilibdi, ya'ni ko'nglida ikkining birisi, mayli sifat bo'lsin, mayli mavsuf bo'lsin, ikki sifatning birini, ikki mavsufning birini o'ylaydi, lekin muayyan emas kallasida. Aniq emas va mazmun jihati bu ikkilanish va taraddud degani ikkilangan muxotab bunda bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, bil ilmi yazdahirul vatan deb mana shaklda qasr keltiramiz. Ma qasrning bir taqdim shaklidan chiqqan uslubi. Qarshi taraf ishqib vatan gullanadi, nima bilan gullana, ilm bilan gullanami, yana bir narsalarmi, ixtisotlarmi deb farqli o'ylab qolgan bo'lsa, biz bunga nisbatan kallasidagi muayyan bo'lmay qolgan tarafni muayyanlashtirib bil ilmi, faqat ilm bilan vatan qanaqildi gullanadi degan bo'lsak, bizning ishlatgan qasr uslubimiz qasrning bo'ladi, ta'yin bo'ladi. Ya'ni shu qasr uslubimiz qasr ta'yin qanday vaqtda qasr ta'yin bo'ladi desa, muxotab vatanning ilm va ilmning g'ayridan gullanish haqida mutaraddid bo'lgan vaqtida bizning ishlatgan uslubimiz muayyanlashtiriladi. Biz muayyanlashtirgan bu uslub qasrning bo'ladi, ta'yin bo'ladi. Shundan qasrninki biz dastlabki darsning 5-da degan 3 taqsimotga asosan tushunchalar bir qur oxirlashdi. Endi bir birlik qasrdagi munosabatlik mazmunlar qolib qoldi. Hada va yushtaratu fi qasr al-mawsuf ala sifat qasr ifrod. Endi mavsufni qasr sifatga ifrod qasr tariqasida qasr qilishda. Mavsufni sifatga ifrod tariqasida. Masalan, misoldan birini keltiraylik. Ma zaydun illa alimun degan misolda. Bu mavsuf bo'lgan Zaydni alimun degan sifatga qasr qilamiz va qasr ifrotga qarshi taraf Zaydni ham olim, ham shoir deb bunda ikki xil o'ylagan. Biz ikkisining birini qoldirib, shoirlikni qoldirib, ma zaydun illa alimun degan ma qasrida ikki sifatning zid bo'lmasligi shart qilinadi degani, qarshi taraf o'ylagan shoirlik bilan olimlik zid bo'lmas. Tabiiy zid bo'lib qolsa, u anda o'ylab o'tmaydi-da, zid bo'lmasligi kerak.
Ma katibun illa sha'irun desa, qarshi taraf Zaydni ham yozuvchi, ham shoir deb o'ylab qolgan. Biz shoirlikni qoldirib yozuvchilikqa xos qildik Zaydni. Ma qasr ifrat bo'ldi. Buningda qarshi taraf o'ylagan ikki sifat, katib bilan kim o, shoir zid olmasligi kerak. Ya'ni bu yerda uning shoir bo'lishini inkor qilmaydi. Ama biz reallikni asos qilib turib o birisini qoldirdik. Bu bir. Ikkinchisi, qasr mavsuf ala sifatning qasr qalbda. Qasr mavsuf ala sifatning qaysi qalbda? Qasr qalbda. Masalan, mush misolning o'zi qasr qalb bo'la oladi. Zayd amaliyotda nima? Qasr mavsuf ala sifatninki qasr qalb qismida ikki sifatning zidligining amalga eshishi shart qilindigini, amaliy ikki sifat zid bo'lgan vaqtdan birini qoldirib, birini qana qila olamiz. Masalan, deylik, qarshi taraf bizning bir Muhammad deb do'stimizni eshikning oldida qarovullik qo'yib qo'ygan. Kechicha qarovul turdi endi qarovullikda. Uxlab qopti u deb keldi birisi qishimizga. Masalan, Zayd naimun yoki Muhammad naimun deb keldi. Amat u uxlmoqlik. Endi uni bizga chaqishtirib keldi-da, biz ani uxlab qopti degan gapiga qarta qalb qilib, ya'ni uning gapini mazmunini o'zgartirib, uxlamoqlik o chuqum o'rturuqlik, tik turuqlik degan ifodalar uchun qasd ishlatamiz. Va ma Muhammadun illa qoiman. Mana shaklda illa qoiman degan shaklda ishlatsak, mana shu o'rinda Muhammad urlam turuqlik degan manda jumlamizda qasr qalb bo'ladi. Ikki sifat zid bo'lish kerakki, qoim bilan naim ikkisi zid. Birisi uxlagan, yotgan, birisi o'yg'oq, ya'ni o'yg'oq o'rtugan holat. Ya'ni masalan maktabda kelgan misolda aqlni aqlga hamro'l, johilga emas. Lozimul aql va lil johil degan mush misolning o'zida bizning maqsadimiz na'ni degani biz shuni maqsad qilamizki, aql bilan hamro'l, aqlga hamro'l bo'lish, johilga hamro'l bo'lishni inkor qiladigan av bo'lsa, mav bo'lmaydi, mav bo'lsa av bo'lmaydi. Manda zidlik bo'lganda qasr qilib chiqadi. Endi muxotabni ahil munosabatdan, ahil olishdan yiroqlashtiradigan shaklda. Ani qilsa, mani qilmaydi, mani qilsa shu ani qilmaydi. Manda bo'lish kerak bu bir. Ondan keyin ikki qasrga qarata, qasr ifrat bilan qasr qalb qarata shartni o'tirib qo'ydik emasmi? Qasr tayinga kelsak, bu qasr ifratdanmi, qasr qalbdanmi mazmun jihatda a'am va ashmal degan doir jihatda kamroq bo'ladi. Buning asosan qasr ifrat, qasr qalb bo'lishga yaragan har qanday narsa qasr tayin bo'lishga yaraveradi, lekin aksi emas. Ya'ni mashqning sharti bor. Shartga tushganlar bularga tushmagan. Lekin qasr ifrat bo'lganimi qasr tayin bo'la oladi, qasr qalb bo'lganlarmi qasr tayin bo'ladi. Lekin qasr tayin bo'lgan narsaning hammasi av bo'la olmaydi. Chunki aning sharti va ma'noning yo'q, sharti yo'q. Shu nuqtadan qasrning bir bilik masalalari tugadi. Inshaalloh qasrga munosabatlik, ya'ni turuqul qasr deb qo'yamiz, qasr uslublari. Yani qasrning ishlatilgan vositalari. Bu vositalar o'tirdiki ba'zi farqlanadigan, birisi-birisidan farqlanadigan mazmun jihatda farqlanadigan taraflar kelasi soatda so'zlanadi inshaalloh. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.